Mana sariq pechakni bilasizlar, bu zar pechak, pabilika deyiladi rus tilida. Buni agar bir hovuchini deylik, mana sariqni ko'ryapsizlar, soyada quritib, yuzingizda yog' bo'lsa, ana dog' bo'ladi-ku, dog'. Yuzingizda, badaningizda qora dog'lar paydo bo'ladi-ku. Ana shuni arpani qaynatib, oxirida buni damlasangiz, ya'ni arpa bir piyolani 1 litrga 5-10 minut, 15 minut qaynatib, sal quyuqroq bo'ladi-ku, buni damlab yuborsangiz, o'shani ichiga olov, tushundingizmi? Yuzdagi dog'lar, qorindagi suv, oyoqdagi atoklar, teri kasalliklari, ya'ni parazitlar chiqargan teri kasallik bo'ladi-ku, sariq safron va qora safron yo'qotadi, dog'larni yo'qotadi. Jigar sirrozga benihoya foyda, jigar sirrozga, ya'ni qorningizdagi suv yig'ilib qoladi-ku, vajanka. Ana shularni chiqaradi, xudo xohlasa. Tushundingizmi? Yanada ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, keyin o'pkaga juda foyda, ya'ni astmaga juda foyda. Aytgancha, tovonlaringiz ham yoriladi-ku. Soch to'kilishiga ham, chunki agar qora safron sizning miyangizga chiqsa, ya'ni bosh terisiga chiqsa, sochingiz to'kiladi. Sochingizni o'sishiga ham benihoya foyda bu. Tushundingizmi? Teri kasalligiga. Aytgancha, qora safroni ko'pligidan ko'krak saratoni, hayz buzilishi, mioma matki, ya'ni matkada miomalar yig'ilib qolsa, ko'krak saratoniga buni chekasiz ham sigaretga o'xshatib va ichasiz. Tushundingizmi? Davleniyangizni normaga tushiradi. Bir dunyo kasalliklarga foyda. Tushundingizmi? Gaplashamiz. Xo'p dedingizmi?